Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Bugun sizlarga wordwall.net saytida kreativ aktivitilar, o'yinlar yaratishni o'rgataman. Buning uchun Google'ga wordwall.net deb yozamiz va saytga kirib olamiz. Saytga birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, registratsiyadan o'tasiz. Buning uchun sign up degan tugmani bosamiz va bu yerda siz email adresini kiritishingiz kerak bo'ladi. Birinchi ketagga email manzilimizni kiritib olamiz. Agar sizni tayyor Google hisobingiz bo'lsa, sign in with Google tugmasini bosish orqali ham ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Men kiritgan email manzilga X berdi, chunki bu email bilan avval men ro'yxatdan o'tganman. Shuning uchun boshqa email kiritishimga to'g'ri keladi. Siz ro'yxatdan o'tmagan emailingizni yozganingizda bu yerda X o'rniga ptichka paydo bo'ladi. Endi parol yaratib olamiz. Parol o'zimizga oson, eslab qolishga qulay bo'lishi kerak. Ikkita ketagga ham bir xil parolni kiritamiz. Bu yerda men emailni o'zgartirdim va mana ko'rib turganimizdek hamma joyda ptichka paydo bo'ldi. Pastdagi to'rtburchak ketagga ham ptichka qo'yamiz. Agar xohlasangiz parollaringizni saqlab qo'yishingiz mumkin. Save degan yozuvni bosib qo'yasiz. Va mana saytimiz ochildi. Bu yerdan endi biz xohlaganimizcha aktivitilarni yaratishimiz mumkin. Activity yaratish uchun Create Activity tugmasiga bosamiz va o'zimiz xohlagan bitta activityni tanlab olamiz. Men Complete the Sentence degan activityni tanladim. Bunda bitta gap yozib, gapga bitta so'zimiz tushib qoladi va o'sha tushirib qoldirilgan so'zni o'quvchilar qo'yishi kerak bo'ladi. Mana bu yerda Add Missing Textni bosib goes degan so'zni yozib oldim. He goes to school every day. Bu yerda goes so'zi tushib qoladi va o'quvchilar buni tanlab yozishlari kerak bo'ladi. Va biz albatta noto'g'ri javob variantlarini ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Men yozganlarim go, goes, went. 4 ta javob variantidan to'g'risini belgilaydi o'quvchilar. Done'ni bosib activity yaratishni yakunlaymiz. Va bu yerda biz activityga nom qo'ymadik. Untitled so'zini ustiga bosib buni o'zgartirishimiz mumkin. Men present simple deb nomladim. Done'ni bosamiz. Va mana aktivitimiz yaratildi. Va buning stilini ham o'zgartirishimiz mumkin. Activityni bajarib bo'lgandan keyin leaderboard so'zini ustiga bosib ismimizni kiritib qo'yamiz. Ya'ni o'quvchining ismi kiritiladi va har bir o'quvchi o'z ismini kiritganda bu yerda o'rinlarni belgilab qo'yadi. Kim ko'p to'g'ri javob topgan bo'lsa, birinchi o'ringa chiqadi. Endi yaratgan aktivitimizni share qilishimiz mumkin. Share tugmasini ustiga bosib, share page qilamiz va publishni bosamiz. Copy'ni ustiga bosib, activity linkini kopiya qilib olsangiz bo'ladi. Yokida ushbu tugmani bosib, Telegram yoki Instagramda share qilishingiz mumkin to'g'ridan to'g'ri.